O'zbekistondagi konsaltinglar eshitdim, $1000, $1,500. Bu Koreya. qayerda juda universitetga ular qilayotgan ishga juda unaqada. Nomi munosib. Da munosib emas. O'zingiz nechi pulga kelgansiz? Men Kyonhi birinchi topshirasiz-ku. Skorish berish qiyin. Halol oshxonalar oldin yo'q edi. Shuning uchun ko'p konsaltinglar boshqa universitetga topshirtirib beradi menimcha. Katta ehtimol bilan. Boshida birinchi kelgan paytlarimiz qiziqardik, universitetdan nima keldi ekan deb qarab tarjima qilib ko'rardik, lekin hozir unaqa qiziq emas. Ikkita uchta dokument yig'amiz, ya'ni ota-ona ish daromadi, keyin bankka pul qo'yish kerak edi. Shularni o'zimiz qilib topshirganmiz va viza berishgan. Ular asli olganda unaqa katta protsess emas, bo'rtiradigan. Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz siz bilan Koreyada ta'lim loyihasining 3-sonini Kunhi universiteti hamda unda o'qiyotgan talabalar bilan davom ettiramiz. Marhamat, tomosha qiling. Kunhi universiteti 1949-yilda tashkil etilgan bo'lib, uning asosiy hushiyori bu ilm-fan va tinchlik orqali taraqqiyotga erishishdir. Universitet madaniyatli dunyo yaratish g'oyasi asosida faoliyat yuritadi va bugungi kunda ilmiy tadqiqot ishlari, xalqaro aloqalar va ijtimoiy sohalarni o'rgatishda muhim o'rin egallab kelmoqda. Reytinglarga keladigan bo'lsak, Kunhi universiteti nafaqat Koreyada, balki butun dunyoda o'z mavqeyiga ega. 2025-yilgi QS rankingida bu universitet 328-o'rinda turadi. Shanxay rankingida esa top 500 talikda o'rin egallagan. Eng qiziqarlisi, Times Higher Education ratingida esa top 300 talikka kiradi. Bu degani, siz bu universitetga qabul qilinganingizdan keyin El-Yurt Umidi Foundation loyihasi asosida bu universitetda mutlaqo bepul tahsil olishingiz mumkin. Yoki-da GKS scholarshiplari yutib ham bu yerda albatta tekinga tahsil olishingiz mumkin. Akademik ustunliklarga keladigan bo'lsak, bu universitet 24 ta kollej va fakultetga ega. Ular gumanitar fanlar, ijtimoiy fanlar, tabiiy fanlar, muhandislik, san'at, tibbiyot sohalaridir. Bu universitet xalqaro talabalarga boy. Bu yerda 100 dan ortiq davlatdan jami 5000 ga yaqin xorijiy talaba o'qib kelmoqda. Universitet chet ellik talabalarning bu yerdagi integratsiyasi uchun har xil til kurslari, madaniy almashuv dasturlari va boshqa programmalar, turli xil ekskursiyalar uyushtirib kelmoqda. Bu universitet Koreyada juda katta mavqega ega va bu universitetning bitiruvchilari sizni hayratda qoldirishi aniq. Ular orasida biz Koreya davlatining 8-prezidenti Kim De-jung hamda 12-prezidenti Moon Jae-inlarni ta'kidlashimiz mumkin. E'tiborlisi shuki, Koreya davlatida prezidentlar ko'pgina holatlarda suiqasdlar, davlat to'ntarishlari va boshqa noxush yo'llar bilan prezidentlik lavozimini tark etsa, bu ikki prezident eng tinch tarzda o'z vakolatlarini keyingi prezidentga topshirishgan. Universitetning joylashuviga keladigan bo'lsak, universitet ikkita kampusdan iborat. Birinchisi Seul shahrida va ikkinchisi Seuldan uncha uzoq bo'lmagan Yongin shahrida joylashgan. Har ikki kampus ham ekologik toza, tabiat bilan uyg'un holda qurilgan. Ko'rib turganingizdek, universitet kampusi yashillikka juda boy. Undan tashqari, siz butun kampus bo'ylab har xil turdagi haykaltaroshlik san'at asarlarini ham tomosha qilishingiz mumkin. Universitetda har yili xalqaro yoki mahalliy madaniy loyihalar o'tkaziladi. Bulardan biri Peace Bark Festival, ya'ni universitetning har yilgi BMTning tinchlik kuni munosabati bilan o'tkazadigan festivalidir. Bu festival tinchlik, barqarorlik va global hamkorlik g'oyalarini targ'ib qiladi. Agarda siz ham bu universitetda tahsil olishni xohlasangiz, unda video ostidagi link orqali universitetning rasmiy saytiga o'tib, u yerda barcha kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Talabalar bilan suhbatga o'tishimizdan oldin universitet ichidagi manzaralarni tomosha qilishingiz mumkin.
Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz Kunhiyo universitetida o'qiyotgan talabamiz bilan suhbatlashamiz. Marhamat, o'zingiz haqingizda batafsil ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Mahmudov Nodirbek. Demak, Namangan viloyati Chust shahrida tavallud topganman. Hozirda Kunhiyo universitetining 4-kurs talabasiman. Yo'nalishingiz? Yo'nalishim shu biznes boshqaruv yo'nalishida o'qiyman hozirgi kunda. Yaxshi. Bu universitetda birinchi yil bilan kirganmisiz? Ya'ni 11 yillik ta'limni bitirib, darrov kirganmisiz yoki o'rtada gap yer olganmisiz? Demak, bu o'qishga, demak, 11 yillik ta'lim bitirgandan keyin konsalting orqali topshirib, 2021-yilda, demak, fall semester, ya'ni kuzgi semestrga qabul qilinganman. Yaxshi. O'sha 11 yildan keyin maktabni bitirgandan keyin, demak, topshirganman. Yaxshi. Nima uchun aynan bu universitetda topshirgansiz? Boshqa variantlar ham bo'lganmi? Boshqa variantlar bo'lgan. Masalan, Koreya kelmasdan oldin birinchi 2020-yilda Amerikaning bir nechta universitetlariga topshirishni boshlaganmiz. Unda 2019-yil IELTS 6.5 olgandim. Unda IELTS darajalari acceptance'larda universitetlarning darajasi unaqa baland bo'lmasdi. Ya'ni 7.5, 8 IELTS talab qilmasdi ko'p universitetlar. Hozir ham talab qilmasa kerak, lekin hozir kamida 7 bo'lishi kerak, adashmasam. Chunki yaxshiroq universitetga kirish uchun. 7 olishim oson bo'lib qoladi. Balkim. Unda biz 6.5 IELTS olgandim 2019-yilda. Keyin bir nechta Amerika universitetiga topshirganman, kirganman. Ba'zi birlar 50% ham scholarship bergan, lekin bilasiz, Amerika Qo'shma Shtatlarining universitetlari qimmatroq Koreyaga nisbatan. Keyin ketish xarajatlari ham ko'proq bo'lishi mumkin. Undan tashqari shu yillarda bizni juda ham bir nechta davlatlarning posolstvasi, ya'ni elchixonalar qiynagan, chunki koronavirus davri, ko'pchilik yopiq bo'lgan, hattoki Koreyaniki ham yopiq bo'lgan, bilasiz. Keyin Amerikada universitetlarga topshirganmiz, lekin elchixona yopiq bo'lgani sabab, keyin bir nechta omillar sabab bo'lgan. Elchixonaga suhbatga kirishimizda. Undan keyin Koreyani qiziqishni boshlaganmiz. Bir nechta do'stlarimiz bilan. Ya'ni parallel sinfda o'qiydigan bolalar bilan ingliz tilidan kursga borardik. Shular bilan birga topshirganmiz. Ular Inhaga, biz Kunhiyoga topshirganmiz. Nima uchun Inhaga topshirmagansiz? Ularning sohasi IT bo'lgan. Ular ITni men ham o'zi ITga borib yurardim, kurslarga borib yurardim. Ular ITga topshirgan. Men IT men uchun emas deb yurardim oldin. Chunki men 4 oycha IT kursga borganman birinchi. Ular keyin davom ettirib ketgan. 1 yildan oshiq o'sha bo'lib qoldi ularga. Keyin ITga topshirishgan Inhaga. Keyin men Kunhiyoga topshirganman. Ya'ni biznes boshqaruv yo'nalishiga topshirganman. Yaxshi. Kunhiyada IT yo'nalishi ham bormi? IT yo'nalishi bor, ya'ni cyber security yo'nalishi bor, u faqat koreys tilida. Nima, lekin siz ham olsangiz bo'ladi bemalol. Agar men ham olsam bo'ladi, lekin unda koreys tilini yaxshiroq bilib kirish kerak, chunki o'zingiz bilasiz, IT yo'nalishi birinchidan qiyin, hammani koreys tilida o'rganish undan ham qiyin bo'ladi. Shunaqa lekin. O'tgan safar ham Sejong universiteti haqida gapirganimizda ITda o'qiyotgan bolalar aytishganda, aynan eng kerakli ma'lumotlar koreys tilidagi darslarda bo'ladi deyishganda. Xo'p, bu universitetda business administrationga o'qiysiz va qaysi fanlarga qiynalasiz? Ya'ni o'zimizda 11 yillik ta'lim, boshqa davlatlarda esa 12-13 yillik ta'lim bo'ladi va hamma fanlarni ham balki biz o'zlashtirishga qiynalarmiz. Shuning uchun Kunhiyoga business administrationga topshirayotgan talabalar aynan qaysi fanlarni yanada yaxshiroq o'qib, undan keyin kelishini maslahat berasiz? Juda qiziq savol. Menimcha bizda 11 yillik ta'limda bizda matematika, ya'ni fizika, shunaqa fanlar o'tiladi. Lekin o'tilgan taqdirda ham accounting yoki finance-ga bog'lab o'tishmaydi. Ularning aybi emas yoki hech kim ta'lim aybi emas. Shunchaki masalan bizga biz birinchi kelganimda cost accounting yoki principle of accounting degan fanlarni qo'yib berishgan. Bizda umuman u fan haqida ideya ham yo'q, qanaqa bo'lishi haqida fikr ham yo'q. Qiynalganmiz. Men matematikam yaxshi deb o'ylayman. Masalan, unaqa zo'r emas, lekin yaxshi deb o'ylayman. Tushuna oladigan darajada deb o'ylayman, lekin men ham qiynalganman. Chunki ularda har xil hisoblashlar bor, keyin sal boshqacharoq. Endi masalan keladiganlarga, biz universitetga yoki boshqa universitetga keladiganlarga hech bo'lmasa accounting nima, finance nima haqida sal bo'lsa ham ma'lumot to'plab olishlari yaxshiroq bo'lardi menimcha. Tushunarli. Balki bu matematikani bilish darajasi sizniki
yomon emas, balki koreyslarniki juda yuqoridir. Chunki endi bilamiz, midterm va final vaqtlari ular bibliotekaga, ya'ni kutubxonaga kirib, shunchalik darajada o'qishadi. Kechqurun ham to'la bo'ladi-da, anaqa partalar. To'g'ri. Shuning uchun salgina o'sha matematika fanlarida, endi yodlash kerak bo'lgan fanlarda juda ham ular bilan raqobatlashish qiyinroq bo'ladi-da. Ha, bo'lishi mumkin. To'g'ri, ularning matematikasi bizdan kuchli bo'lishi mumkin. Biz bilamiz, dunyo olimpiadalarida xitoyliklar, koreyslar yuqori o'rinlarda yuradi, to'g'ri. Keyin lekin o'qishimizda masalan ba'zi bir tanishlarim bor. Keyin boshqa chet eldan kelgan tanishlarim ham bor, o'zbek do'stlarimiz ham bor. Masalan bizga ya'ni o'quv narxi, ya'ni bitta semestr uchun tuition fee 4,5 million atrofida bo'lsa, 4,5 million won atrofida bo'lsa, bu dollarda 3,000 dollardan sal ziyodroq bo'ladi, adashmasam. Shu atrofida bo'lsa, ya'ni 30% dan boshlab 60% gacha, 70% gacha, ya'ni tuition feeni qoplab beradi universitet, yaxshiroq o'qisa. Lekin bu olayotgan GPA'ga, ya'ni o'z bahoyingizga bog'liq. Yaxshi. Shu yuqoriroq ball olayotganlar ham bormi? Yoki o'zingiz qancha olasiz? Men o'rtacha average ball, masalan, 4.3 eng balandi bo'lsa, bizda 4,5 emas sistema, 4.3 bo'lsa, men 3,5 atrofida olaman. Unaqa baland emas, unaqa past emas, o'rtacha yurishga harakat qilaman. Unda 3,5 GPA'larda 1 million atrofida scholarship beradi. 1 million 1,5 million atrofida scholarship beradi. Endi hozir bu semestrdan boshlab scholarship ham narxi sal ko'tarilgan. Balki 1,5 million bo'lib qolishi mumkin. Ha, unda yaxshi ekan. Keyin professorlarning darajasi qanaqa? Endi O'zbekistonda ko'pchilik professorlar endi yuqori davlat ishida ishlayotgan yoki magistraturani chetda bitirgan professorlar bo'ladi. Bu yerdagilar o'zini qanaqa tanishtiradi? Bizda demak major biznes yo'nalish bo'lsa, undan tashqari biz gumanitar fanlarni ham o'qishimiz kerak. Ya'ni 60 kredit boshqa majordagi fanlarni ham o'qish kerak, o'z bilasiz. Masalan, boshqa majorda biz gumanitar fan oladigan bo'lsak, har xil davlatdan professorlar bor. Har xil darajada, masalan, bir xillari o'ta kuchli universitetdan kelgan, ya'ni masteri zo'r universitetda bitirganlar bor. Masalan, Pensilvaniyada o'qiganlar bor. Keyin lekin Koreyada master qilganlar ham bor. Masalan, Yonsei universitetida o'qiganlar bor, chet ellik professorlar. Gumanitar fanlarda deyarli bilasiz, gumanitar fanlarda hech qanaqadir calculation unaqa narsalar bo'lmaydi, faqatgina fanni o'zini sistemasi bor, shunga qarab baholanadi. Disiplinasi shunaqa baholanadi. Unda professor darajasini bilish qiyinroq, to'g'risi. Gumanitar fanlarda. Lekin biznesni o'zimizni majorga oladigan bo'lsak, to'g'risi professorlarning darajasi har xil. Chet ellik professor deyarli yo'q major fanlarda, chunki bilmadim nimaga. Major fanlarning ko'pini koreys professorlar o'tadi. Ko'pchiligi, lekin men sizga aytaman, ko'pchiligi Amerikada o'qigan. Bitta qiziqarli narsa, hammasi qaytib kelganda. Qolib ketmagan. Masterlar hammasi, keyin ko'pchiligi deyarli 50-60% part time ishlab ketadi bu yoqda. Ya'ni bitta ikkita fanni o'tadi, o'zining ishiga ketadi. Ya'ni masalan, o'zi qanaqadir kompaniyada finance bo'yicha ishlasa, shu bilimini ulashay deb o'qishga kelib dars o'tib ketadi. Bitta fan bo'lsa ham. Masalan, bu semestr digital marketing degan fan oldik. Professor marketing kompaniyada direktor ekan. Zo'r ekan. Direktor ekan. Ya'ni hozir skin care bo'yicha mahsulotlarni chiqaradigan firma ekan. Shu kompaniyada direktor nimaga dars beryapti? Chunki qanaqadir o'zini experience-ni, ya'ni tajribalarini bo'lishyapti talabalar bilan. Yaxshi. Bizda ham shunaqa universitet, shunaqa anaqalar hozir aytaman. Bizda ham shunaqa professorlar bor, chet elda o'qib kelgan. Lekin ko'pgina chet ellik yoki ingliz tili birinchi tili bo'lgan talabalarga ular unchalik ham yoqmaydi. Nima uchun? Chunki ularni ingliz tilida aksenti juda ham koreyschada. Ba'zi fanlar bor, masalan, bu yil oldim, Principles of Economics degan ekonomika yo'nalishida. To'g'ri, bilimiz juda kuchli bilimi, lekin bizaga uni yetkazib berishi sal qiyinroq bo'ladi-da. To'g'ri, doskalarda ko'p yozadi muhim narsalarni, lekin ovozi quloqqa yaxshi o'rnashmaydi-da. Lekin dars tugagandan keyin koreyslar
olib boradida koreys tiliga so'raydi. Ha, to'g'ri. Shunaqangi bir chiroyli endi koreyschaga tushuntirib beradi. O'ylaysiz, bu bola o'sha A+ oldi deysiz. Bizda qolib ketdik o'shada. To'g'ri, bizda ham shunaqa keyslar ko'p bo'ladi, lekin ba'zi bir professorlar haqiqatdan aksentda gapiradi. Bu bor gap. U 10 yil Amerikada yurgan bo'lsa ham, 5 yil Amerikada yoki Buyuk Britaniyada o'zini masterini yoki PhD'sini tamomlagan bo'lsa ham, baribir chiqishi bu tabiiy holat deb qarayman men. Keyin ba'zi professorlar haqiqatdan ingliz tilida gapirishga qiynaladi. Bu bor gap. Yashiradigan holat yo'q, chunki Koreyada yashab turibmiz va bunaqa muammolar bo'lishini menimcha expectationni baland qo'ymasdan o'rtacha qo'yish kerak deb o'ylayman. Masalan, men 2021-yil topshirgan bo'lsa, 2022-yil kelgan bo'lsam, bunaqa baland expectation bo'lmagan, to'g'risi. Chunki bizda bilardingiz, Instagram unaqa juda rivojlanmagan davr edi, to'g'ri rivojlangan. Lekin unaqa darajada Koreyani yoritib beradigan blogerlar kamroq edi. Faqat maqtab yoritib beradigan blogerlar kam edi. Endi balki shunaqadir, keyin sifatli blogerlar ham bor hozir, bilasiz. Endi har xil yo'nalishdagi blogerlar ko'p. Unda ikkita yo uchta bloger bor edi, uni ham kuzatmasdik. Men Instagramda faol emas edim, YouTubedan podkast ko'rardim faqat. Koreya haqida juda unaqa bilim bo'lmagan, faqat ikkita uchta tanishim bo'lardi. Shulardan so'rardim. Ular qanaqa holat, qanaqa bo'lishini taxminan aytib berardi. Menga masalan work life balance deydi bular. Qanaqa bo'ladi, masalan, tuition fee'lar qanaqa, to'la olamanmi yoki o'zimni qoplay olamanmi? Shu haqida savol berardim, lekin unaqa juda chuqurlashib ketmasdik. Hozir masalan blogerlarni ko'ramiz, masalan, bir kunlik universitetdagi hayotni hammasini yoritib beradi. Bu yaxshi. Va qanaqadir ma'noda ma'lumot beradi bolalarga. Men unaqa ma'lumotlarni ko'rmaganman, shuning uchun expectation ham baland bo'lmagan. Tushunarli, yaxshi. Bu universitetda xalqaro doirada obro'si juda baland. Exchange imkoniyatlari juda yaxshida. Exchange programmalar birontasiga urinib ko'rganmisiz yoki o'zi umuman qanaqa yo'nalishlar exchange sifatida, ya'ni qaysi davlatlarga bo'lgan exchangelar ko'proq? Demak, biz 2021-yilda acceptance bo'lganmiz. Undan keyin men bitta akademik ta'til olganman, chunki hali elchixona yopiq edi. Keyin bitta onlayn o'qiganmiz majbur, chunki o'qish kerak edi. 2021-yil kuzda o'qiganman. Keyin 2022-yil bahorgi semestr uchun akademik olganman, akademik ta'til olganman. Keyin undan keyin kuzda kelgan bo'lsak, biz deyarli exchange yoki transferga qiziqib ko'rmaganmiz. Keyin 2 yil o'qiganimizdan keyin 2023-yil kuzlarda adashmasam, bitta building, ya'ni main buildingda bor shu exchange programmalar men borib ko'rganman. Ular 100 ga yaqin universitet listi bor. Listi beradi. Shunga qarab sizni kriteriyalar bor, masalan, GPA dan 3,5 dan baland bo'lish kerak, ba'zi bir universitetlarning talabi, ba'zi birlarniki 3 dan baland bo'lish kerak. Shular listdan xohlaganingizni tanlashingiz mumkin va masalan IELTS dan 6,5-7 balingiz bo'ladigan bo'lsa topshirib ko'rsangiz bo'ladi. Lekin men topshirib ko'rmaganman shaxsan. Chunki qiziqqanman, lekin o'sha Koreyaga endi adaptatsiya qilgandan keyin yana boshqa davlatga ko'chish qanaqadir menga noqulaylik tug'dirishini bilganman menimcha. To'g'ri, gapingiz. Xo'p, bu yerga konsalting bilan kelganman dedingiz. Konsaltingda kelganman. Nima deb o'ylaysiz? Hozir endi oldin bilmadim 2021-yil qanaqa bo'lgan, lekin hozir konsaltingda juda ko'p, har ikkinchi odam juda qimmat. Juda qimmat, shu puliga arziydi deb o'ylaysizmi? Men hozir o'zingiz necha pulga kelgansiz? Men World'da topshirganman, to'g'risi. World'da juda hurmat qilaman akalarni, chunki hamma savolga javob berardi. Keyin 2 million so'm to'laganmiz. U juda ham oz summa, bilaman. 2 million so'm to'laganmiz 2021-yil. To'laganmiz. Aka, unaqa ko'p dokument yo'q, bilasiz o'zingiz. Masalan, acceptance kerak, qanaqadir pasportdagi seriyalari kerak, unaqa ko'p. Keyin maktab bitirganingizda anu kerak, nima edi? Attestat kerak. Unaqa ko'p narsa yo'q edi, bilasiz. Hammasini topshirganmiz, ular bizga universitet topshirib bergan. Keyin elchixonaga o'zimiz 2-3 ta dokument yig'ganmiz, ya'ni ota-ona ish daromadi, keyin bankka pul qo'yish kerak edi. Shularni o'zimiz qilib topshirganmiz va viza berishgan. Ular asli olganda unaqa katta protsess emas, bo'r turadigan. Ya'ni abituriyentlar o'zi ham topshirib kelsa bo'ladi. Jay konsaltingga ishonib qolmasdan. To'g'risi, endi u o'ziga bog'liq menimcha. Chunki bilasiz,
Koreya universitetlari topshiradigan veb-saytlar bor. Ha. Shulardan topshirib, ya'ni feesi bor, ya'ni topshirish puli bor. $50, $100 application fee bor. Ya'ni shuni topshirib, o'zi acceptance olib, to'g'ri dokumentlarni elchixonaga olib borib topshirsa, menimcha viza berish kerak. Yaxshi. Endi ko'plar masalan o'ziga ishonmaydi-da, biror narsani noto'g'ri qilib qo'yaman deydi. Shuning uchun ham konsaltinglarga ishonadi-da. Balkim. Endi ular imенно shu qo'rquvni ustiga pulishadi deb o'ylayman. To'g'ri. To'g'ri bo'lib qoladi shunday. Xo'p, yana bu universitetdan kutilmalaringiz bo'lgan qanaqadir darajada aytdingiz, o'zingiz hammasi ortig'i bilan oldingizmi yoki baribir nimadir yetishmadimi sizga? To'g'risi, mana yon atrofimdagilar ham biladi. Men juda expectation baland bo'lmaydi menda. Men pessimistroq deb o'ylaydi meni ko'pchilik. Realistroq bo'lishga harakat qilaman, masalan. Ertaga turib, qanaqadir ish qilib, boy bo'lib ketish yoki qanaqadir zo'r kompaniyaga ishga kirish umuman hayolimda bo'lmaydi. To'g'riroq harakat qilaman hayotda ko'rishga. Universitetga keladigan bo'lsak, juda ko'p tanish orttirdim. Va universitetda menimcha bakalavr beradigan narsa sizni qaysi yo'nalishni tanlashda yordam berishi deb o'ylayman. Ya'ni siz qaysi yo'nalishga ketmoqchisiz? Accountingmi, financemi, marketingmi, salesmi, ITmi? Shu yo'nalishlarni sizga topishda yordam beradigan kalit deb o'ylayman. Bakalavr yo'nalishi. Master bilmayman, chunki masterda o'qimaganman. Master endi o'sha yo'nalish bo'yicha chuqurroq kirishga. O'zingiz topib ketgan yo'nalishingiz bo'yicha. Masalan, menga to'g'risi keladigan bo'lsa, biznes yo'nalishida sales ko'proq yoqadi. Ya'ni sotish narsani sotish. Pessimistman dedingiz-ku? Yo'q, u ma'noda masalan, pessimist qanaqa ma'noda? Kimdir kelib menga kelajakda savol beradigan bo'lsa, ko'p narsa ayta olmayman. Masalan, bunaqa bo'lib ketaman demayman. Ja, pessimist emas, hisobli odam ekansiz. Realistroq. Realist. Realistroq man desam bo'ladi. Masalan, pessimist endi boshqalar shunaqa ko'radi meni ko'pincha. To'g'ri gap yoqmaydi deydi o'zi. Shunaqa. Demak, shu sales bo'yicha ketmoqchisiz oxirigacha, universitet bitirganingizdan keyin. To'g'risi, hozir ko'rib boryapmiz. Trendlar juda har yili trend o'zgaryapti. Trend har yili o'zgaryapti. Ya'ni bir yili IT zo'r bo'lib ketsa, IT zo'r kuchayib ketyapti. Bir yili sales kuchayib ketyapti, bir yili finance kuchayib ketyapti. Hozir AI davri, ya'ni AI kirib keldi hayotimizga. Siz ham, men ham har kunlik ishimizda deyarli AI dan foydalanamiz, ya'ni ChatGPT, DeepSeek har xil toollardan. DeepSeek bizda taqiqlangan, sizda ham? DeepSeek, to'g'risi men DeepSeekni birinchi chiqqanda ishlatib ko'rdim, juda qotdi. Undan keyin OpenAIga o'tdim o'zimizga. ChatGPT mumkin, no DeepSeek umuman universitet hududida taqiqlanganda. Unisini lekin sizdan birinchi marta eshitdim va yaxshi ma'lumot berdingiz. Davom eting. Salesga keladigan bo'lsak, to'g'risi hozirgi kunda undan tashqari IT ni ham o'rganib boryapman. IT ni yana qaytdim, mana 2021-yildagi xatoga yana qaytdim. O'rganib boryapman. O'zingiz mustaqil o'rganyapsizmi yoki universitetdami? Yo'q, universitetda emas. O'zim mustaqil o'rganib boryapman. Va endi masalan hozir 2025-yilda bitiraman boshida. Ungacha hozir o'rganib borib, qanaqadir portfolioni ko'rmoqchiman. Bakalavr bitirgandan keyin portfolio ko'rmoqchiman va katta ehtimol bilan IT bo'yicha ketmoqchiman. Ya'ni masalan IT bo'lsa ham, biznes bo'lsa ham, IT da qanaqadir produkt qilsangiz, uni sotish bor. Ya'ni sales baribir hamma sohaga kerak, o'zingiz bilasiz. Masalan, qanaqadir kichkina biznesmi, kattaroq biznesni ochib bo'lsangiz, uni sotish kerak, ya'ni mahsulot sotish kerak, marketingni qilish kerak, finansni qilish kerak. Baribir ani o'qigan bilimlar baribir kerak bo'ladi. Hayotda ham kerak. Chunki ko'plar aytishadi, biznesda unchalik o'qish shart emas, odamning o'zida bo'ladi deyishadi. Yo'q, masalan, ana qarayman-da. U gapni aytish qanaqa bo'ladi bilmadim, lekin bakalavr o'qish manaqaga o'xshaydi menga. Masalan, masjidga borsangiz, joy namoz ko'tarib borsangiz, masalan, joy namoz ko'tarib borsangiz, lekin joy bo'lmasa, siz yutasiz. Chunki joy namozingiz bor, tashqarida o'qiyverasiz. Lekin ishonib, men ichkari kiraman deb borsangiz, lekin ichkarida joy bo'lmasa, siz yutqizasiz. Xo'p, shu joy namozni olavering, shu diplomni olavering, balki kerak bo'lar hayotda, balki yo'q. Men shunaqa deb o'ylayman. Agar joy bo'lmasa, yutasiz, joy bo'lsa, 2 qavat yumshoq bo'ladi. Ha, yaxshiroq bo'ladi. Masalan, lekin joy bo'lmasa, yutasiz aniq. Agar olib bormagan bo'lsangiz, aniq yutqizasiz.
Kimgadir ishonish kerak bo'ladi. Baribir shu vaqt o'tib ketadi. To'g'ri hech narsa emas. Bakalavr diplomi masalan har xil odamlar kerak yoki kerak emas deydi. Qarang, men u kitob o'qigandim, keyin podkastlarda ham ko'pchilik aytdi. Talant bilan hard work, ya'ni solishtirishgan, ya'ni 95% odamdan hard work orqali o'tib ketsa bo'ladi deyishgan. Va 5% odamga o'ta oladim degani yo'q deyman. Chunki masalan, talantli inson bilan hard workli inson bir xil harakat qilishsa, qanaqadir darajaga teng bo'ladi ikkalasi. Lekin anu talanti bor odam sal o'tib ketadi, to'g'rimi? U ham hard working qilsa, u ham hard working bir xil ishlasa. Ana shunaqa holatda, masalan, men qanaqadir kompaniyaga ishga kirdim, boryapman, apply qildim, intervyuga chaqirishdi. Menda bakalavr diplom bor. Unda yo'q. U bilan bir xil bilim bo'lsa, meni olishadi katta ehtimol bilan. Lekin bu tanishlar ham o'ynaydi. Tanish bilish o'rnida endi har xil. Anuga bog'liq mayda, holatga bog'liq deymiz-ku. Xarizmaga bog'liq. Endi ko'pgina komponentlari bor o'zida. Juda ko'p. Masalan, muvaffaqiyatga erishish ham juda ko'p anosi bor-ku. Shunaqa. Lekin bu hard working kerak. Hard working kerak hamma sohaga. Ana bu universitetda nechtacha o'zbek o'qiydi hozir? Adashmasam, passivmi yoki aktivmi? Passiv deganingiz qanaqa? Ya'ni bitirib ketgan har xil. Yo'q, hozir aktiv. Aktiv Hozir 30 ga yaqin. 30 ga yaqin bo'lsa kerak menimcha. Hamma sohalarda, masalan, soha deb, ya'ni har xil yo'nalishda. Lekin universitet juda mashhur, anaqa reytingi ham juda balandda. Nima uchun o'zbek ham kerak? Nimaga konsaltinglar aniq qilmaydi degan savolga aytdim. Menimcha tuition fee qimmatroq. No, tuition fee qimmat deganingizga Sejonga bor dedi. O'tkazar. 6 millionga yaqin to'layotganlar borda. No, lekin talabalar 500 dan ortiq. Men o'ziga bitta zo'rni aytaman, keyin aytaman. Kyonhi birinchi topshirasiz-ku, skorish berish qiyin. Masalan, ana nima edi? Unaqa o'ziga jalb qila olmaydi. Lekin Sejon keladigan bo'lsak, Sejon 6,5-7 ga menimcha 30% skorish bersa kerak. 5,5 bilan ham topshiradi ko'plar. Bizda bu semestr bolalar keldi, masalan. Juda xursand bo'ldim, chunki juda bilimli bolalar. 7,5 IELTS bilan, keyin SAT'si ham 1400 dan baland adashmasam. Shularga 100% beribdi. Bitta semestr uchun. U ham. Lekin average o'zbeklarni oladigan bo'lsak, topshiradigan, konsaltingdan topshirib keladigan o'zbeklarni oladigan bo'lsak, unaqa darajadagilar kamroq, to'g'risini aytish kerak. Ko'pchilikda 5,5, 6, 6,5 bo'lishi mumkin. U unaqa darajadagi IELTS uchun Kyonhi skorish bermaydi birinchi semestr uchun. Shuning uchun ko'p konsaltinglar baribir bizdagilar skorish olishga qiziqadi-yu, hamma ham qiziqadi. Shuning uchun boshqa universitetga topshirtirib beradi menimcha. Katta ehtimol bilan. Bizda yaxshi skorish bermagani uchun birinchi semestr uchun. Tushunarli. O'zi bu universitetda eng ko'zga ko'rinarli yo'nalishi bu tibbiyotda. Tibbiyot va turizm yo'nalishi. Tibbiyot, turizm. Tibbiyotda faqat koreys tili bo'lgani uchun o'zbeklar hech ko'rinmadi. O'zim ham topolmadim. To'g'risi, meni ham tanishim yo'q tibbiyot yo'nalishi bo'yicha, lekin turizmda 4 ta yoki shunga yaqin talaba o'qiydi. Endi bir bitta universitet qaysi biri zo'r yo'nalish bo'lsa, o'shanga kelgan ma'qullar baribir. Chunki bu yoqda masalan eng ko'zga ko'rinmagan, yaqinda qo'shilgan bironta bir yo'nalishga o'qib, men Kunhida o'qiyapman desa sal g'alatiroq bo'ladi. To'g'ri. Chunki eng masalan yuridическийga ham topshirsangiz, yurist bo'lib chiqmoqchi bo'lasizda, diplomatiyaga diplomat. Shuning uchun endi Kunhiga ham baribir tibbiyotga qiziqishlarni so'rab qolaman. Chunki endi Koreyani o'zi tibbiyot bo'yicha juda ham rivojlangan davlatda. Tan berish mumkin. Nima uchunligini bilmadim, lekin ishim tushmadi. Ko'plar aytishadi-da. Ishingiz tushmasin. Tushmasin ham. Anaqa tabiati zo'r bu yoqda baribir. Va yana kampus haqida aytadigan bo'lsak, men juda ham yoqdi bu environmenti. Shunchalik endi yashil zonalar juda ko'pki, bunaqa universitet hali ko'rmadim. Balki endi kelajakda boshqa universitetlar haqida gaplashganimizda yoki o'sha yoqda boshqa sonlarimizni olib borganimizda ko'rarman. Juda ham zo'r universitet. Endi o'qiyman desa shunday joyda o'qish kerak-da. Kampusi ham normal ekan, katta ekan. Xo'p, qanday talabalarni bu yoqqa kelishini tavsiya qilmaysiz? Qaysi talabalarga unchalik o'sha? Ya'ni men birinchi o'rinda tavsiya bermayman. Koreyaga agar odam juda katta expectation bo'lsa, ya'ni kutuv deymiz-ku. Siz hech narsa kutmayapti. O'zbekistonda kim bo'lsangiz, bu yerda ham
shundan pastroq hamsiz? Anaqa. Shunday men bitta endi ana Instagramlarga mana o'zimning rasmlarimni qayerga aylanishga borsam qo'yaman-da. Bir qarindoshim yozgan ekan. Mazdanasizlarga faqat aylanish yurasiz deganda, javob qaytarganim, agar har kun aylanish bo'lsa, har kun post qo'yardim dedim. O'zi 4ta 5ta postim borda, 5-2 yil orasida. Menda umuman postim ham yo'q. Umuman post yo'q. Ya'ni umuman rasm ham qo'ymayman, umuman faol emasman, lekin kuzatib boraman ko'pchiligi. Nima kutilmalar bo'lishsin, ko'nga keladigan bo'lsak, yaxshi bilimli, yaxshi saviyali, hayotda real baholab oladigan bolalar bo'lsa, yaxshiroq IELTS olishsin birinchi o'rinda, 7,5-8 yoki topikdan yaxshiroq ball olishsin. Keyin topshirishsa birinchi semestrga katta ehtimol bilan beradi. 100% grant ajratishi mumkin. Lekin hozir IELTS aytganingiz ko'p IELTS olganlar o'zi Yevropaga yoki AQShga ketaman dedi-da. Chunki o'qib hozir ikkinchinchi ham qilmoqchiman, qilish niyatim bo'lmadi dedingiz-da. Demak, ba'zi bir tanishlaringiz borki Amerikagadir, ular bilan gaplashib, Amerika baribir yaxshimikan yo Koreyami yoki Kunkini bironta amerikanskiy o'sha amerikalik universitetidan ortiqroq joyi bormi? Ya'ni imенно IELTS olib Kunkiga kelmoqchiman desa. Bu juda qiyin savol. Masalan, research kerak. Research kerak, ya'ni tahlil kerak, juda ko'p odamni aniq qilish mumkin. Masalan, menga o'xshagan yana qanaqadir bolalar bilan intervyu qilsangiz, umuman boshqa gap aytishi mumkin. To'g'risi men bilmadim, to'g'risi bilmadim. Lekin ingliz tilini o'rganib borsa Amerika yaxshiroq deb o'ylayman. Chunki ingliz tili birinchi til. Koreyaga kelgandan keyin baribir qiynalish bo'ladi, chunki koreys tili birinchi til. Bo'lib ham juda ko'pchilik inson bilmaydi ingliz tilini. Koreys tilini o'rganib kelish yaxshiroq ancha Koreyaga. Demak, ingliz tilini o'rganganlar albatta AQSh va Angliyada universitetlarda prioritetiga qo'ysa, undan keyin ular o'xshamay qolsa Koreyaga kelsa bo'ladi. Endi Koreyani ikkinchi o'ringa qo'yib qo'yish xato birinchidan, chunki qanaqa rivojlanganini bilamiz o'zimiz. Rivojlanib kelayotgan, rivojlanib bo'lgan davlat sifatida juda kuchli davlat. Ya'ni birinchi o'rinda Amerika bo'lmasa, ikkinchi o'rinda Koreya bor deyish menimcha xatoroq deb o'ylayman, to'g'risi. Shunaqa desam, koreyslar ham xafa bo'lib qoladi. Xafa bo'lib qoladi. Keyin hozir ko'ryapmiz, har xil iqtisodiy va har xil holat bo'lyapti har xil davlatlarda. Endi o'ziga bog'liq insonni. Lekin bakalavriada o'qib turib, ham ishlab, ham o'qishga menimcha Koreya yaxshiroq deb o'ylayman. Koreys tilini bilsa yaxshiroq. Koreys tilini hech bo'lmasa entry levelda bilsa. Bunaqa integratsiya osonroq bo'ladi-da. Osonroq. Keyin Koreya unaqa juda katta davlat emas. Masalan, o'zbeklar ham ko'payib qoldik. Keyin nima desa bo'ladi? Moslashuv unaqa qiyinchilik bo'lmaydi menimcha. Qiyinchilik tug'dirmaydi. Juda ham safe, ya'ni nima deydi? O'zbekchasini bilishim. O'zbekchada safe. Безопасный. Ruschasini ham bilaman. Безопасный. Juda ham safe davlat. Tinch. Juda ham tinch, Kechqurun masalan 4-5 ta CUga yoki JSga chiqadigan bo'lsa ham, birinchidan ochiq, ikkinchidan juda xavfsiz. Shunday, ko'chada ham yursangiz, даже 4ta 5ta bardanga o'xshab yurgan bolalar bo'ladi. Hech kim to'xtatmaydi. Hech kim to'xtatmaydi. Keyin masalan, bir nechta holatlarni bilamiz-ku, masalan, boshqa davlatlarda, ya'ni government tomonidan yoki qanaqadir politsiya kelib to'xtatib, ID kartalarni urib shunaqa so'rash. Rossiyalarda ko'ramiz-ku. Bu yerda deyarli 3 yil davomida deyarli yashab kelyapman. Unaqa holat deyarli bo'lmagan. Shunaqa. Va juda ham xushmuomalalik bilan so'rashadi, masalan, so'raydigan bo'lsa ham. Yoki biror narsa qilib qo'ysa, sразу egilib, zo'r deb qolishadi. Shunaqa. Nima desa bo'ladi? Qanday o'zi yaxshi bir esda qolarli voqealar bo'lgan. Bironta klublarga qatnashasizmi bu yoqda? Qanaqa klublarga? Har xil entertainment klublar bo'ladi. Entertainment klub bor, lekin ovqatlanish klub bor. Erta biziydigan ovqat yo'qda. Sport klublarcha. Endi ham bilaman, любой klub, qaysi entertainment bo'ladimi, o'qish klublar bo'ladimi, yilda bir marta bo'lsa ham MTga chiqiladi. MTni oling bilasizmi? Yo'q. MT shu o'sha klubda bolalar yig'ilishadi-da, chetroq dachadek joyda olishadi. Bir kun o'sha yerda yeb ichib, o'yin ko'rga qilib qaytishadi-da. Shunaqa narsa bo'ladi.
Men to'g'risi bizda Entertainment Clubda chet elliklar bilan kasaslanisi bor. Yani kollaboratsiya qilib, birga yig'ilish bilan o'qiladigan kichkina communitysi bor. Qo'shilsa bo'ladi, lekin masalan har hafta emas, har bir oyda bir marta yig'ilishadi adashmasam. Sal kamroq. Bir oyda bir marta yig'ilishadi, qayergadir borib, shu yerda ovqatlanib kelishadi birga. Lekin juda ko'p narsasi bizga to'g'ri kelmaydi, chunki yerda alkogol mahsulotlarini iste'mol qilish bor. Cho'chqa go'shti bo'ladi. Har xil go'shtlarni iste'mol qilish bor. Shunga qatnashmagan ma'qulroq deb o'yladim men. Keyin endi mana bunaqa universitet xalqaro talabalar, ya'ni ingliz tilida o'qiyotgan talabalar uchun shart-sharoitlar qanchalik yaxshi? Chunki ko'pgina e'lonlar bo'ladi, bizlarda ham uni biz o'zimiz perevod qilib, ya'ni tarjima qilib o'zbek tiliga yoki ingliz tiliga o'tkaza olishimiz kerak-da. Ko'p joylarda faqat koreys tili ishlatiladi. Sizlarda qanaqa shu kunkida? To'g'risi, bitta qiziq holatni aytib beraman. Ya'ni koreys tilini bilish kerak degan ana case bu. Ya'ni kreditlarni hisoblash uchun departament binosi bo'ladi, bilasiz. Shu yerda ishlaydigan insonlar bo'ladi. Men bordim, o'sha yoqqa borganda so'radim, ya'ni nechta kredit oldim, nechta kredit kerak va qanaqa fanlarni o'qisam yaqin orada bitiraman, ya'ni yaqin ikkita semestrda bitiraman desam, tushunmadi. Karishcham bilasizmi desam, yo'q dedi. Eng qizig'i men sizga aytaman, karishcham bilasizmi desam, yo'q dedi. Inglizcham bilasizmi desam, yo'q dedi. Keyin menga aytyapti. Xitoychani bilasanmi deyapti menga. Men dedim, yo'q dedim. Qanaqa sizga ingliz tilini biladigan inson yo'qmi deyaptim-da. Yo'q desam, men hayron turibdi. Keyin 3-4-qavatga chiqib, kimnidir chaqirib keldi. U part time ishlaydigan chet ellikga chaqirib keldi-da. U haftada 2 kun ishlar ekan, 4 soatdan ishlaydigan chet ellikga chaqirib kelib, tarjima qildiryapti-da. Shunaqa darajada bor bir xil holatlar. Bu ya'ni gumanitar fanlarni o'qiydigan binomizda bo'ldi, lekin major fanlarni o'qiydigan binoda ko'pchilik ingliz tilini biladi. Va universitet haqida qanaqadir savolingiz bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin. Yaxshi tushuntirib, yaxshi javob berishadi. Menimcha o'ylayman, u xitoy tilida gaplashadigan bola ham menimcha student bo'lgan, to'g'rimi? Student bo'lgan. Chunki bu yerda dekanatlar degan narsa yo'q-da, tutor degan narsa yo'q. Deyarli yo'q. Dekanat bo'lsa ham xonasiga borsa faqat studentlar o'tiradi. Studentlar, ya'ni part time, ya'ni semestr boshida e'lon beriladi universitetdan. Kim part time job xohlaydigan bo'lsa, yozirish kerak va tanlov asosida qabul qilinadi. Shunaqa kichkina departamentlar har xil ishlarni qilishga yoki har xil kichik dokumentlarni ishdan qilishga, ya'ni studentlar ajratiladi. Apply qilib ishga kirsa bo'ladi. Universitet ichida ishlaydigan. Shunisi bilan ham bizlardan farq qiladi-da, chunki bizlardagi endi qanchadir yaxshigina oylik to'lab, u joyga haqiqiy odamni ishga joylaydi. Full time. Universitet esa shunga ham ana qiladi. Shulardan ham pul ozgina tejaydi deydi-da. Oddiy studentlarni shu ishga jalb qiladi va bittagina supervisor qo'yib qo'yadi ularga. Menimcha to'g'ri ham qilishadi, chunki hozirgi kunda unga ikkita full time ishchini ol, unga oylik to'lagandan ko'ra u ishni 4 ga bo'lib, kamroq summa evaziga 4 ta student ishga olgan menimcha yaxshiroq deb o'ylayman. Studentlar ham endi ish o'rganadi baribir. Unaqa technical anonsi yo'q menimcha uning qanaqadir technical bilim kerak emas unga. Shunaqa. Bundan tashqari biz universitetni bitirganlarda Koreyaning hozirgi kunda O'zbekiston tomonidan saylangan elchisi Alisher Abdusalomov bizni Kyonhini adashmasam masterda bitirgan. Bitirib, keyin har xil ishlarda ishlab, har xil lavozimda ishlab, keyin hozir elchi sifatida tayinlangan. Va yana demak, Koreyada elchi bo'lmoqchi bo'lsalar ham Kyonhida o'qinglar. Balki omadlaring kelsa bo'lishi mumkin. Undan tashqari hamma biladigan insonlardan Koreyani 2017-yildan 2022-yilgacha boshqargan shaxs Moon Jae-in, ya'ni prezidenti. Eng tinch ketgan odam desak bo'ladi. Balki. Chunki qolganlari ko'rdik. Tinch ketmayapti-da. Tinch ketgan deyapsiz, lekin yaqinda o'qidim. Unga ham qanaqadir ishlar boshlangan. Asha 2017-yildan 2022-yilgacha prezident sifatida tayinlangan inson Moon Jae-in ham Kyonhyu universitetini adashmasam iqtisodiyot yoki huquq yo'nalishida bitirgan. Ya'ni prezidentlar ham bizni o'qishda bitirgan.
Anchagina obro'si balandda. Ha. Bemalol top universitetlar bilan raqobatlashyapti. Adashmasam top 300 talikda edik. Yaqin oragacha. Hozir nechinchi o'rinda to'g'risi bilmadim. Koreyani ichida top 10 da aniq bor. Top 10 tada. 6 yo 7 da turardi. O'sha anaqa Seoul National, Yonsei, Korea, KS va undan keyin adashmasam 8. Sunkyungwan bor. Ha. Keyin Kyonhee kelardi. Hanyang bilan bitta har xil reytinglarda har xilda bor. Har xil reytingda har xil. Lekin dunyoda top 300 talikga kirardi. Ko'pincha holatda. Yaxshi. U professorlar baho qo'ygan vaqti biror marta bahoni ko'tarib bering deb so'raganmiz yo? So'raganmiz albatta. Bu chunki O'zbekistonda ishlamaydi-da bu lekin. Yo'q, O'zbekistonda ishlamaydi, lekin qarang. So'rash ham ikki xil yo'nalishi bor. Masalan, bahoni olib bo'ldingiz. Final bilan bitta o'rinni agar fail qilgan bo'lsangiz, yaxshi topshirmagan bo'lsangiz, so'rashdan ani yo'q. Nima desa bo'ladi? So'rash deyarli foydasi yo'q. Lekin masalan, bitta o'rin yaxshi, o'rtacha ball, final o'rtacha ball qilib, sinfda o'zingizni ko'rsatgan bo'lsangiz, sal ko'tarib berish mumkin. Bitta ballga ko'tarib berish mumkin. Lekin juda qiyin. O'tgan semestr eng qiziq korrupsiya hisoblanmaydi-da bu. Bu korrupsiya hisoblanmaydi, chunki men ofitsialniy emaildan xabar yozib, nima qilganim, bu semestrda baland balosh uchun nima qilganlarimni yozaman-da. Yoki boshqa bironta yana vazifa so'raysizda, bironta. Vazifa so'rayman, mana o'tgan semestrdagi holat. Fan oldim. Ya'ni B+ qo'ydi, adashmasam B+ qo'ydi. Men so'radimki, ko'tarib bera olasizmi dedim. Yo'q, B qo'ydi. B qo'ydi birinchi. Men juda satisfy bo'lmadim, ya'ni qoniqmadim. 3 deb. Men umuman qoniqmadim, chunki finalga 50% qilib qo'yganda finalda. Juda qiyin. Juda qiyin. U masalan 3 ta savolga xato javob bersangiz, juda siz B ga tushib qolasiz-da. Yoki shunaqa bo'lib qoladi. Men umuman qoniqmadim. Lekin darsda eng faol qatnashganlardan biri edim. Keyin professorga yozdim. Ya'ni umuman qoniqmadim. Birinchidan finalga juda ko'p foiz berib yuboribsan. Undan ko'ra qanaqadir assignment ber. Qilaman desam, assignment bermayman dedi. Lekin seni sinfda qatnashganing uchun bitta ball ko'tarib berishim mumkin dedi va ko'tarib berdi. Lekin bu juda kamdan kam bo'ladigan holat. Ya'ni ball qo'yib bergandan keyin katta ehtimol bilan o'zgartirib bermaydi. Shunaqa to'g'ri. Endi bu yerda professorlarni o'zi hal qiladi-da, yana tepadan boshqa odam yoki siz topshirgan ishingizni boshqa professor tekshirmaydi. Shunisidan yaxshi. Shu. Chunki endi har bitta professor xonada kim qanaqa o'qiganini o'zi yaxshi biladi, kimni qanaqa potensiali borligini ham yaxshi biladi-da. Shunisi bilan endi O'zbekiston sistemasidan anchagina farq qiladi. Farq qiladi. Yaxshimi, yomonmi, to'g'risi bilmadim. Masalan, endi u o'ziga bog'liq insonman. O'zbekiston ta'limi yaxshimi yoki Koreya ta'limi yaxshimi desa, u depend deydi. Ya'ni kimga qanaqa? Agar flexible bo'lsa, ikkalasiga ham o'rganib ketgan yaxshi. Yaxshi. Ko'nika bo'lgan. Shu. Shunday. Rahmat, bo'lmasa yana ko'rishamiz. Rahmat Qilichbek, taklif uchun. Kelajakdagi ishlarga omad. Yana ham yaxshi proyektlar bilan kutib qolamiz sizni. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan ikkinchi Kyonhee universitetida o'qiyotgan talabamiz Avazxon bilan suhbatlashamiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Ismim Avazxon. Toshkent shahridanman. Tug'ilib kelib chiqishim Farg'onadan, lekin Toshkent shahrida katta bo'lganman. Kyonhee universitetida 4-kurs talabasiman hozir. Oxirgi semestrim hozir. Yo'nalishim Business Administration. Yaxshi. Birinchi savolimiz shundan iboratki, nima uchun aynan bu universitetni tanlagansiz? Bu universitetni tanlashimda o'zim universitetlarga topshirayotganimda universitetlarni Google'dan o'zim hammasini izlaganman. Biz universitetimiz kampusi chiroyli bo'lganiga, ranking ham baland bo'lganiga tanlaganman. Bitta o'rtog'im ham bo'lgan, shu universitetda o'qiydigan, o'sha ham sababchi bo'lgan, sababchilardan biri bo'lgan. Yaxshi. Bu Koreya universiteti sizda birinchi maqsadingiz bo'lganmi yoki boshqa davlatlarda ham variantlar ko'rib chiqqanmisiz? Yo'q, birinchi universitetga topshirishdan oldin shu Koreya varianti menda bo'lmagan birinchi. Birinchi Kanadaga ko'p harakat qilganman. O'sha paytlar karantin bo'lganligi sababli uyda finance tarafda ozgina kamchiliklar bo'lganligi uchun Kanadadan kechib Koreyaga kelganman. Kanada qimmatliroq ekan. Demak, ingliz tili o'qigansiz, IELTS topshirgansiz. Ingliz tili o'qib, ingliz tilida kelganman Koreyaga. Birinchi kelganingizda ham koreys tili bilganmisiz? Keyin o'rgandingiz? Yo'q, shu yoqqa kelib, Koreyaga kelib, koreys
koreys tili 1, koreys tili 2 degan klasslar bor universitetimizda. Chet elliklar uchun majburiy klasslar, o'shalarni olib, o'sha klasslarda o'rganib, onlayn klasslar olganman koreys tilida o'rganganman. Hozir ham koreys tilim uncha zo'r emas. Bir topik uchlar bor. Ha, yaxshi. Lekin o'sha birinchi kelganingizda qanchalik qanchalik qiyin bo'lgan moslashib ketish, chunki koreys universitet. Boshida moslashish juda unaqa qiyin bo'lmagan. Kelganimda biz universitetda o'zbek akalar yordam berishgan. Bilmagan joylarimizga qarashgan, lekin koreys tilini bilmaganligimiz o'zimizga qiyin bo'lgan. Ko'chalarda baribir har doim yonimizda odam bo'lmaydi. Koreyada ko'chalarda odamlar koreyscha gapirmaydi, inglizcha gapirmaydi. Hammasi koreyscha gapiradi. Boshida qiyin bo'lgan. Ko'pchilik koreyslar o'zi bularga xuddi biz rus tilini maktabda o'rgatishsa, koreyslarga ham ingliz tili shunaqa o'rgatilganda. Ular imенно aynan men ingliz tilini yaxshi bilmayman degan o'zlariga baryer qo'yib olib ham inglizcha gapirmas ekan, eshitib qoldim tanishlardan. Shunaqa. Bu universitet haqida gapiradigan bo'lsak, hozirda sizga eng yoqayotgan tarafi qayer? O'sha kompyuter chiroyliligidan tashqari albatta. Universitetimizda to'g'risini aytsam, international studentlar juda ham ko'p. Koreyada menimcha birinchi yoki ikkinchi o'rinda tursa kerak international studentlar ko'pligi bo'yicha. O'zbeklar juda kam. O'zbeklar kamligi bizga hozir plyuslarni sanayotgan vaqtimiz ketib qolyapti-da. To'g'risini aytsam, endi chet elda o'qigandan keyin o'zbeklar kamroq bo'lsa yaxshiroq deb o'ylayman men o'zim. Bilmadim. O'zi chet elliklar ko'p bo'lsa, koreyslarni ularga bo'lgan munosabati qanaqa? Yaxshimi yoki sal ajratish degan narsa bo'ladimi? Menda bunaqa narsa bo'lmagan, to'g'risini aytsam. Universitetimizda koreyslar chet elliklar ajratyapti degan narsalar hech uchratmaganman. Lekin eshitmaganman. Yaxshi. Lekin bu kurs tanlashda yoki o'sha fanlar tanlashda ko'p saytlar faqat koreys tilida bo'ladi-da. O'shani sizlarda qanaqa ingliz tilida ham bormi? Ya'ni chet ellik talabalar uchun qanchalik qulay o'sha sistemadan foydalanish? Bizda ingliz tilida bor, saytdan bemalol foydalanamiz. Birinchi bizga kurs tanlashda bizdan oldingi o'qigan akalar yordam berib o'rgatib qo'yishgan. Keyingi birinchi semestrda o'rgatishgan, ikkinchi semestrdan o'zimiz o'rganib kelaverganmiz. Endi O'zbekistonda farq qiladi kurs tanlash boshqalari. Shunday. O'zingizdan shu kunki universitetdagi bir kunlik schedule, ya'ni o'zbekchasini schedule, jadval. Bir kunlik jadvalingizni aytib bersangiz, ya'ni ertadan to kechgacha nima ishlar bilan mashg'ul bo'lasiz? Bir kuningiz hozirgi kunda 4-kurs 2-semestrda o'qiyman. Shu semestr yozda bitiraman universitetni. Birinchi kelganim paytlarim ko'p dars olganman. 6 ta, har semestrga 6 ta dars olib, hozirgi semestr lekin 4 ta olganman. 4 ta dars olganligim uchun men hozirgi jadvalim juda oson. Har kuni 2 tadan darsim bor. Dushanbadan payshanbagacha boraman. Har kuni 2 tadan darsim bor. Ertalab turaman, darsga boraman. Darsning orasida obedga vaqtim bor. Obedlanib kelib, yana bitta darsga kirib, darsdan keyin agar assignmentlarim bo'lsa, assignmentlarimni qilaman. Agar assignmentim yo'q bo'lsa, ishga boraman. Yaxshi. Demak, hozir siz 4 ta dars olganman dedingiz. Значит, demak, undan oldingi kurslarga juda ham ko'p olgansiz va oxirgi 4 ta qolgan o'zingizga moslashtirgansiz. Birinchi 3 yil juda ham ko'p dars olib, o'qib hammasini F olmaganman shu paytgacha. Hamma darsimni to'liq rad qilganman. Oxirgi 4-kursimda birinchi va ikkinchi semestrlarda 4 ta dars olganman faqat. Scholarship olganmisiz biroman? To'g'risini aytsam olmaganman. Bizda universitetda chet elliklar soni ko'pligi uchun raqobat kuchli, GPA scholarship beradigan GPA baland bizda qolgan universitetlarga qaraganda. O'sha hisobiga raqobat sababli ololmaganman. Bizda universitetda har xil klublar bor. Suzish klubi yoki boshqa bir sport o'zining klublari yoki
har xil festivallar o'tkaziladi. Sizni universitetlaringizda qanaqa shunaqa klublar bormi, qo'shilganmisiz yoki bir festivallar qanchalik tez bo'lib turadi? Bizni universitetda ham bor, festivallar har semestr bo'ladi. Har semestr koreyskiy K-pop yulduzlarini olib kelib bizni festival qilib berishadi. Undan tashqari bizda suzish darslari bor, gimnastika, Darslarni ichiga qo'shilib ketilgan. bizda shunaqa darslar bor, lekin men hech olib ko'rmaganman, to'g'ri desam. Shunaqa darslar borligini bilaman. Keyin shu darslarimiz bor. Yaxshi. Bizda keyin Body in Orbis degan proyekt bo'lardi. Bizni major naqamiz, buildingimiz ismi Orbis degan, Body in Orbis. Bu proyektni bitta chet ellik bilan bitta koreysni bir-biriga mentor qilishib, birinchi kelgan yilimizda shunaqa Koreyaga moslashishga, masalan, bizda savol tug'ilsa, o'sha o'rtog'imizdan so'rashib, u koreysga ham qiziq, chunki chet ellik o'rtoq, unga chet ellik o'rtoq, chet ellik kelgan talabalarga Koreya haqida gapirib o'rgatadi. Har hafta bir kun yig'ilish bo'lardi. Yig'ilishda universitetimiz hammasini qoplab berardi. Masalan, ovqatlanishga borsak, ovqatlanish, qayergadir aylanishga borsa, hammasini universitetimiz o'zi qoplab berardi. Bu proyekt har semestr bo'ladi. Faqat lekin o'sha birinchi kelgan, ya'ni freshmanlar bilan bo'ladi. Freshman yoki sophomore. Agar birinchi semestr qatnasha olmagan bo'lsangiz yoki ikkinchi semestr ham sababli qatnasha olmagan bo'lsangiz, registratsiya qilmagan bo'lsangiz, ikkinchi semestrda ham qilsangiz bo'laveradi. Keyin universitet atrofida ovqatlanish qanaqa? Halol magazinlar yoki halol go'shtlar topish qanchalik oson? Bizni universitet atrofida halol oshxonalar oldin yo'q edi. Hozir oldin biz kelgan paytimizda Subway bo'lardi. O'sha yerda go'shtsiz sendvichlar, baliqli, tuna, egi, tuxumli sendvichlar yerdik. Hozir endi universitetimizda oldida kabobxonalar ochilgan, halol. O'sha yerda ovqatlanamiz. Universitetimiz yonida, bizni universitetimizning orqa tarafida halol go'sht sotadigan magazin bor. Demak, muammo bo'lmaydi ovqatlanishda. Boshida muammo bo'lmagan. Yaxshi. Endi muammosi o'zingiz xohlagan narsa olmaysiz-da. Limited bo'ladi. Siz majbursiz o'sha sendvichni yeyishga. Lekin qolgan narsa yeya olmaysiz, iloji yo'q. Lekin hozir kabobxonalar ochilgan, o'sha yerda ovqatlanib turamiz. Menda ham shunaqa narsa bo'ladi, ko'pincha midterm vaqtida uyda ovqat tayyorlash yoki ko'chadan ovqat yeyish degan narsa bo'ladi-da. Ya'ni uyda ovqat tayyorlash bo'lsa 2-3 soat ketadi. Lekin ko'chadan 15 minutga yesam bo'ladi. 2 soatimni hozir tejab boshqa narsa qilaman degan narsa bo'ladi-da. No, o'ylab ko'rish kerak baribir odamlar. Keyingisi bu universitetga kelishdan oldin nimani bilishim kerak edi deb hozir o'ylayapsiz? Ya'ni o'sha aytaylik 5 yil oldin nimani yaxshiroq bilib kelsam, hozirda anchagina ko'nikishim yoki universitetda o'qishim oson bo'lardi deb o'ylaysiz? Birinchi o'rinda koreys tili, albatta. Koreys tilini yaxshi bilsangiz, uni har bir universitetda bemalol chiqishib ketasiz. Koreyaga juda ham oson adaptatsiya bo'ladi. Bundan keyin endi o'zingizni majoringizga bog'liq. Masalan, agar siz biznes majorda bo'lsangiz, ingliz tili bilan matematikani yaxshi o'rganib kelsangiz yaxshi. O'zingizga plyus. Qolgan darslaringizni yopishga, midtermlarda ham osonroq bo'ladi. Agar matematikani yaxshi bilmasdan kelsangiz, biznes majorda o'qishingiz juda ham qiyin bo'ladi. Shunaqa chunki midtermlari ham o'sha baribir darslarimiz bor, masalan, cost accounting. Hammasi hisob-kitob. Agar matematika bilmasangiz, yecha olmaysiz, formulalarga qo'ya olmaysiz. Endi hamma davlat chet ellik talabalarni har bitta fandan maktabda qanaqa o'qiganligiga qarab olmaydi. Biroz o'sha minimum requirementlari bor. IELTS yoki o'sha topik degan narsani qarab oladi. Shuning uchun istagan yo'nalishga topshirsa bo'ladi debsa. Xo'p, keyin 4-kursman dedingiz.
universitet sizni yo'nalishingiz bo'yicha biron bir internshipga taklif qildimi? Shu vaqtgacha. Shu vaqtgacha bir marta bitta international digital marketing degan klassda bitta professor o'zi marketing sohasida ishlaydi, lekin bizni universitetda ham dars berardi. O'sha universitet professor aytdi bizga, yaxshi o'qigan 3 ta o'quvchiga internship beraman dedi. Eng baland ball olgan o'quvchiga. O'sha bo'ldi. Undan boshqa men bizni universitetga kelib internship qilasizlarmi degan unaqa savollar bo'lmagan. Lekin shu bitta professor o'zi shu marketing sohasida yaxshi joyda CEO bo'lib ishlar ekan. O'sha professor aytdi faqat bizga. Endi bitta sizlarda universitet emas, balki boshqa universitetlarda ham reytingga qarab ko'pchilik kompaniyalar kelib internship taklif qiladi o'zi aslida. Balki o'sha ular koreys tilida bo'lgani uchun e'lonlar bilmay qolgandirsiz. Balki shu ham anaqadir case bo'lishi mumkin, chunki bizda emailimizga universitetdan faqat koreys tilida keladi bunaqa xabarlar. Juda ham ko'p kelganligi uchun birda bir ignor ham qilib olamiz masalan. Har kuni 2 ta 3 talab kelsa, bunda qaraymiz. Agar koreys tilida bo'lsa, boshida birinchi kelgan paytlarimiz qiziqardik, universitetdan nima keldi ekan deb qarab tarjima qilib ko'rardik, lekin hozir unaqa qiziq emas. Shunday, endi 10 ta xabar kelsa, uni 8 ta sizga aloqasiz bo'ladi. Shunaqa. 2 tasi sizlarga aloqadorlar. Keyin bu universitetni tugatgandan keyin nima qilmoqchisiz? Qanaqa yo'nalishda ketmoqchisiz? O'zbekistonga qaytish niyatingiz bormi? To'g'risini aytsam, bu universitetni tugatgandan keyin O'zbekistonga qaytish hali planim yo'q. Endi Xudo biladi, bilmadim. Agar taqdir bo'lsa qaytaman, agar taqdir bo'lmasa sheyda hozir kichkina ish boshlaganman, o'shani qilish anaqasidaman. Ya'ni o'zingiz yo'nalish bo'yicha biznes ochgan. Biznesimiz bor, o'shani rivojlantirishga harakat qilib ko'raman. Agar universitet bitirgandan keyin, agar yaxshi bo'lib ketsa shu yerda qolaman. O'xshamasa O'zbekistonga qaytaman. Yaxshi. Universitetda kam o'zbek bolalar ko'rdim. O'z 2 ta 3 ta odam ko'rdim. Aytishlaricha endi 30 ga yaqin bor ekan hozirda o'qiyotgan. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun studentlar o'zi kam, o'zbekistonlik talabalar? Biz universitetda sababi menimcha bizni universitet Koreyada mashhur bo'lganda bizni O'zbekistonda mashhur emas unaqa. Reytingi baland va reytingga qarab ko'p odam tanlamoqchi bo'lsa, sразу eng top 10 taga chiqib keladi-da. Koreyani o'zida. Konsaltinglarga ham bordi-da, masalan, konsaltinglar ham ko'ngliga olib kelgisi kelmaydi, chunki qiyin universitetga olib kirish. Ularga osonroq universitetga olib borib kirgizib qo'ygan. Konsaltingda acceptance rate bizni pastroq. Kirish qiyinroq. Yana bir sababi menimcha kontrakt ham deb o'ylayman. Chunki kontrakt bizda 4 yilga berilmaydi. Scholarship bizga berilmaydi 4 yilga. Kontraktlar ham average Koreyadagi universitetlardan sal qimmatroq. Tushunarli. O'zi konsalting bilan kelganmisiz? O'zingiz? Konsalting bilan kelganman. Maslahat berasizmi? Maslahat beraman. World bilan kelganman. Yaxshi ular o'zidan bir balo narx qo'ymagan. Universitetga yaxshi universitetlar tavsiya qilishgan. Biz xohlagan universitetga topshirib berishgan. Unaqa qimmat emas, arzon. Ya'ni 4 yil oldin shunaqa bo'lganda. Hozir bilmaysiz, albatta. Hozir ham menimcha unaqa qimmat emas, chunki o'zi yaxshi konsalting o'zi. Konsalting riskni sal kamaytirib beradi. Anaqa studentlar uchun. Necha pul o'z atrofida bo'lsa mayli deysiz. Ya'ni studentlar topshiringlar masalan 5 yo 4 milliondan kam bo'lsa deysiz-da. 3-4 million bo'lsa topshirsa yaxshi. Lekin men hozir eshitdim, biz paytimizda men 3 millionga topshirganman konsalting. Bu yaxshi narx. Lekin hozirgi kunda hozirgi talab men O'zbekistondagi konsaltinglarda eshitdim, $1000, $1,500. Bu qayer juda universitetga ular qilayotgan ishga juda unaqada. Nomutanosib. Munosib emas. Unaqa. Undan ko'ra o'zi topshirib kelgani ham $1000 dan qimmat bo'lsa, o'zi topshirgani yaxshi. O'sha riskni olib. Biz endi nimaga konsalting qilamiz? To'g'risini aytsam, qanaqa topshirishni bilmaganman. Dokumentlarni qanaqa qilib universitetga jo'natishni bilmasdim. Men universitetga topshirgan paytim yosh bo'lganman.
Men endi bildim, endi O'zbekistonda email degan narsa ishlamaydi. Kimga yozsangiz ham javob kelmaydi yoki bizlar ham o'zimiz tekshirmaganmiz. Bu yerda unaqa emas ekanda, universitetga qachon yozsam eng ko'p bilan 2 kun. Bu ham ish kuni bo'lsa, sirasi 1 kunni o'zida javob keladi. Shuning uchun agar bironta universitet topshirmoqchi bo'lsalaringiz, admission office'da o'zini emaili bo'ladi. Sizda ham bo'lsa kerak. Shunaqa. O'shanga to'g'ridan-to'g'ri yozaveringlar. Men topshirmoqchiman, dokumentlarim qayerga borishim kerak, qanday borishim kerak. Ya'ni agarda o'sha konsalting bilan emas, o'zingiz universitetga topshirmoqchi bo'lsangiz. Bunaqa. Keyin qanaqa abituriyentlarni universitetga umuman topshirmasdan yoki siz universitetda maslahat bera olmaysizlarga? Agar hozirgi kunda Koreyaga pul uchun kelayotganlar borda, o'shalar bizning universitetga kelmagani yaxshi, chunki pulni ham qila olmaydi, o'qishni ham qila olmaydi, to'g'risini aytganda. Chunki kontrakt qimmat, ko'proq o'qishingiz kerak, o'qish oson emas. Yaxshi o'qiy olmaysiz ham, yaxshi pul ham ishlay olmaysiz. Men tushunaman, chunki pulga kelayotganlarni ham tushunaman. Ularning maqsadi Koreyada kelib pul ishlash. Lekin pul topaman deb ko'ngliga topshirishni umuman maslahat bermayman. Chunki kontrakt qimmat. O'qish ham qiyinmi? O'qish ham qiyin. O'ziga juda katta nagruzka oladi. Shunaqa. Universitetda imtihonlar vaqti yoki umuman o'qish vaqtida professorlar biron bir yordam ko'rsatadimi? Yoki juda qattiqmi? Bizning universitetda bu professorlar o'zlariga bog'liq. Endi bir xilgi professorlar bor. Endi odamiylik tarafdan yaxshi bo'lgani sababli yordam berishadi. Bir xillari umuman yordam bermaydi. Juda qattiq qo'l. Menda o'zimda bir qiziq voqea bo'lgan. Ikkinchi kursligimda kechasi ishlardim. Ertasi kungi meni midterm ekzaminimga kechasi ishlagan sababim uxlab qolganman kunduzi. Uxlab qolganimda professordan juda ham ko'p iltimos qilganman boshqatdan ekzamin topshirishga. Professor o'shanda meni vaziyatimni tushunib, final ekzaminda oladigan bahoyimni midtermga ham qo'yib bergan. Bu bunaqa voqea bir marta bo'lgan, lekin bir xilgi professorlar bor, unaqa yordam bermaydi, juda qattiq qo'l. Agar midtermga o'tkazib yuborsangiz, shuni nol qo'yadi, bo'ldi. Menda ham bo'lgan, bir marta uxlab qolganman. Endi onlayn imtihon edi, professor ko'rmagan emas, onlayn dars bo'lgan. Yozganman, javob ham qaytarmagan. Finalga uxlab qolganman deb ham. Finalga midterm ham bo'lmagan, finalga uxlab qolganman. Keyin menga D chiqqan. F ham chiqmagan. Mayli deb o'tkazib yuborgan, anaqasidan. Keyingi kredit hisoblanganda 3 kredit olasan degan, D bo'ladi deganda, D endi GPA ga tushib yuboradi. GPA tushib yuboradi. Endi uni bilmayman, qaytib yana boshqatdan o'qiyman. Chunki menga GPA muhimroq hozir magistratura uchun. Koreya davlatiga yoki Kyunxiga o'qishga kelmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik abituriyentlarga biron bir maslahatingiz oxirida. Eng birinchi maslahatim tilni yaxshi o'rganib kelishsin. Ingliz tilida o'qishsa ham ingliz tilini yaxshi o'rganib, iloji bo'lsa koreys tilini ham qo'shib o'rganib kelishsa, xudo xolasa adaptatsiyalar oson bo'ladi. Universitetdagi life ham yengilroq bo'ladi. Chunki ingliz tilini ham yaxshi bilmasdan kelsa, darslarga qatnashish qiyin bo'ladi. Ingliz tili shunchalik darajada bo'lishi kerakki, bemalol professorlar bilan yoki boshqa international studentlar bilan bemalol debat qila olish kerak. Shunaqa. Ikkinchisi, ikkinchisi shu koreys tilini o'rganib kelishsin. Koreys tili ham juda ham muhim. Birinchisi ingliz tili, ikkinchisi koreys tili. Qiyinchiliklarga boshida qanaqa har qanday kunlarga tayyor bo'lib kelish kerak. Koreya orzular mamlakat emas, o'ziga yarasha boshida baribir qiyinchilik bo'ladi. Rus tilida aytishadi, rozовый ochkini yechamiz deyishadi-da. Rozовый ochkini taqib yemaylar. Har qanday kunga tayyor bo'lish kerak. Shunaqa. Musofirchilik. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling, rahmat katta.